Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Nefrit otxonasi YouTube kuzatuvchilari, kuninglar xayrli o'tsin deb bugungi videomizni boshlaymiz. Sizlarga bugun Nefrit otxonasidagi barcha otlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi otimizni ko'rsatadigan bo'lsak, bu yil yangi kelgan Raslet nomli otimiz. Ko'rishinglar mumkin. Otimiz qo'y pastlari, oyoqlari hammasi juda ham zo'r. Xohlasa juda ham zo'r holatda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Va ikkinchi otimiz yaponchik. Ko'pchilikning ko'nglidan joy olgan. Ko'pchilik ot o'z polvonlar tanigan. Ko'rishingiz mumkin. Holat juda ham zo'r holatda. Uchinchi otimiz Nefrit. Bu ko'pchilikning ko'nglidan tezligi bilan, uloq chiqqanda qochishi bilan ko'nglidan joy olgan otimiz. Buni forma bichimlari zo'r holatda, ko'rishingiz mumkin. Voy bastlari hammasi zo'r holatda. To'rtinchi otimiz ko'rishingiz mumkin. Bu ham shu yillik sezonning oxiri Ramazon oyida keldi. Bu otimiz Qirg'iziston Novxat shahrida Lexus 800 bo'lib chopgan ot. Ko'pchilik taniydi. Qirg'iziston, O'zbekiston ko'p polvon otozlar taniydi. Ko'rishingiz mumkin buni ham. Albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab tursana. Bundan ham yaxshi videolar chiqadi. Barchalarning kuniga xayrli o'tsin.